Sovchi qo'ymasdan turib qizni olib qochib ketishlik. Sovchi ham yo'q, quday ham yo'q, nikoh ham yo'q. Shunday keladida qizni oladida olib qochib ketadi. Gohida kelishilgan holatda bo'ladi. Qiz bilan yigit kelishib olib qochib ketamiz deb kelishadi. Gohida kelishilmagan holatda bo'ladi. Zo'rlab olib qochib ketib qoladi. Zo'rlab olib qochib ketadi. Bu mutlaq harom. Xoh kelishilib olib qochsin, xoh kelishilmasdan olib qochsin, mutlaq harom. Ularga nikoh o'qilmaydi. Nikoh o'qilmaydi. Hatto valilarining roziligisiz va boshqasiz nikoh o'qilmaydi. Shuning uchun bu olib qochib ketishlik masalasi shariatda asli yo'q. Kitobning u yog'idan bu yog'ini varaqlang, u masalaga to'xtay olmaysiz. Biz shayxlarga nima qilamiz? Bizlarda mana shunaqa masalalar ko'payib ketdi deganimizda shayxlar bu masalaga haligacha ham javob topmadi. Haligacha ham javob topmadi. Faqat ularning javobi shu yoqasini ushlab astag'firulloh dedi. Astag'firulloh. Odam o'g'irlash hali ham bormi deb qo'yadi. Odam. Boshqa javob bu yo'q. Javob yo'q. Bizlarda buni oddiy falonchani qizni olib qochib ketdi, faloncha olib qochib olib ketdi, keyin o'rtada domlalar shu nikohni o'qib olibdi, yashab ketibdi deymiz. Bu masalalarga jiddiy qarashlik kerak. Shariatda harom. Harom ishga qanaqa qilib turib rozi bo'lamiz? Gunoh ishni qilyapti, bolamiz olib qochib keldi. Qanaqa qilib rozi bo'lamiz? Olib qochib kelsa uncha bilinmaydi bizga. Ha deymiz, kelin olib kelibdi deb qo'yamiz. Juda yaxshi ish qilgandaydi. Ha, olib qochib ketsa o'zimizni qizimizni. Unda sal bir achinib qo'yamiz, deb. Yo'q. Bu qo'rangizdan bir molingizni olib qochib ketsa, o'g'ri necha kun qiynalasiz? Bir molingizga. Ha, qizingizni olib qochib ketyapti, ya birovni qizini olib qochib kelyapti. Ya qo'rangizga ertaman chiqsangiz bir katta otni boylab qo'yibdi. O'g'lingizga chaqirdingiz. Kimni oti degan edingiz? Tunda yiqitib keldim dedi. Ya, boplabsan, yo zo'r qilibsan deysizmi? Voy, yo'qot buni, olib bor, militsiya bilsa ketamiz, qamalib ketamiz deb qo'rqasizmi? Nahotki birovni qizini olib qochib kelsa, ha, kelin olib kelibdi, yaxshi bo'pti. Ha, kelin olib kelibdi deb ana qilamiz, ha? Tarbiyaning yo'qligi. Xonadonda tarbiyaning yo'qligi. Bu o'z-o'zidan ko'rinib turadi. Shu xonadon tarbiyasiz xonadon ekan. Shu xonadon dinni farzandlariga to'liqcha yetkazmaganligi. Shuning uchun bu narsalarga ham bizlar ayniqsa namozxonlarning olib qochishligi, namozxon qizlarning qochishligi bu ajablantiriladigan narsadir. Ko'chadagi odamlarga hech kim gapirmaydi. Lekin namoz o'qib turgan odamning qilayotgan narsasi hamma qo'lini bigiz qilib ko'rsatadi, anada. Shu narsaga yaxshilab ahamiyat berib, xonadonimizda farzandlarimizga bu narsa harom, bu narsani umuman hayolga keltirmagin deb o'rgatishimiz kerak.